Bir ulug' ustozimizni hikoyasini aytib beradilar. Uylariga bir xontaxta olib kelishlikka buyurgan ekanlar. Onalari xontaxta olib kelsa, onasi ko'rib, bu bolam bu boshqacha ekan, yaxshi emas ekan, boshqasini olib kel debdilar. Bozorga borib, hunarmandlardan boshqa xontaxta olib kelib qo'ysa, ko'rib, bu ham bo'lmabdi. 5 marta olib kelibdi almashtirib. Keyin onasi yig'lab yuborib, "Jon bolam, bu xontaxta hammasi bir xil bo'ladi-ku, men seni bir sinovdim, shuncha ham bo'lasanmi?" deb yig'lagan ekanlar. 5 martagacha qanaqa bu demabdi-da. Almashtirib boshqasini olib kelaverdi. Bir xil narsa. Lekin bu g'animatligini bilganda, o'shuncha ham olim bo'ldi. O'shuncha ham fazilatga erishdi. Shuning uchun bugun ota-onasi hayot bo'lib turgan azizlar, mana sizlarga nasihatim shuki, ota-onangizni suhbatida ko'p bo'ling. Ertaga tushingizda suhbatlashganda yig'lab boshqaga aytib berasiz. Ota-onamiz tushimizga kirib qolsa bir kun yig'lab yuramiz. Bugun otam tushimga kiribdi, gaplashdim deymiz, onam bilan gaplashdim deymiz. Lekin tirik mahalda ularni bir og'iz gapiga bunchalik darajada e'tibor berilmagan. Shuning uchun hozir hayot bo'lib turganlarida ularni suhbati, ularni duolarini olinglar azizlar.